Vilucho hasharotlarga qarshi tizimli ta'sir etuvchi insektisid. Tarkibida 35% imidakloprid faol moddasi mavjud. Ushbu vosita ekinlarda kuzatiluvchi qandalalar, shira, g'ovoklovchi pashsha, qalqondorlar, shilimshiq qurt va Kolorado qo'ng'izi kabi zararkunanda hasharotlarga qarshi samarali qo'llaniladi. Preparatning samaradorligini yanada oshirish uchun maxsus sirtfol modda Ecoslivet klesini qo'shishni tavsiya etamiz. Shu orqali ishlovlarda o'simlikka tekkan preparat barg yuzasiga yopishuvchanligi, o'simlik tomonidan tez so'rilishi va preparat isrof bo'lishidan saqlanishi ta'minlanadi. Vilucho ishlov berilgan maydonlarda asalarilarni qo'llash mumkin emas. Ekinlarga yomg'irdan 2-3 soat oldin ishlov berilganda ham o'z ta'sir kuchini saqlab qoladi hamda 10-15 kun mobaynida faollik ko'rsatadi. Qo'llashdagi sarf me'yori va muddati ekin turi hamda ko'chat yoshiga ko'ra agronom maslahatini olish tavsiya etiladi.